Challenge ikkinchi kun. Bugun Yaponiya vitamin C mahsulotlarini birgalikda tekshiramiz. Vitamin C dog'larni yo'qotadi, lekin har biri ham bir xil ishlaydi degani emas. Uni test qilish uchun shu usuldan albatta foydalaning. Sizga kerak bo'ladi oddiy suv va aptekalarda uchraydigan yod mahsuloti. Qani ketdik. Birinchi vitamin C. Bu vitamin C maladeslardan ekan. Men tekstura bo'lganligi uchun, shuning uchun reaksiyaga kirishmadi. Oxirgisi. Hammasini rangini qarayapsizlar. Bunda Exosoma plus vitamin C bo'ligi uchun shunaqa rangi bo'ldi. Bu naturalni vitamin C, bu ham vitamin C naturalni. Bu krem teksturasi bo'lganligi sababli suvda shunaqa yig'ilib qoldi. Yaponiyada eng bestseller vitamin C'lardan biri dog'lar uchun. Kim dog'lar bilan kurashayotgan bo'lsa, albatta shu vitaminni ishlatib ko'ring. Bu vitamin C bilan bu vitamin C'ni har kunlik ishlatiladiganlar uchun tavsiya qilaman.